Bu nabor ishlatib bo'lmaydi, chunki sizlar hech kim chiroyli qiladi ishlatishga. Tan olinglar, sizlarda ham shunaqa narsalar bor. Lekin bu nabor yuzingizni shunaqa tiniq qilib qo'yadi ishlatganingizdan keyin. Yirik bosib qo'ying, obzor qilib beraman. Birinchi bo'lib makiyaj o'chiradigan penka. Makiyajingizni poralaringiz bilan tozalaydi, yuzingizni mazza qiladi, ko'pirtirib yuzingizni yuvadi. Naq 120 mg. Keyin toner yuzingizni namlab yaltiratadi, yuzingizda nur bor deb bo'lib turadi. Qo'limga surib ko'rsatdim, sirasi yaltirash effekt berdi, namlab. Yuzda bundan zo'r qiladi. Undan keyin dog'larni ketkizib, yuzingizni chuqur namlaydigan losyonni. Buni ham grammi katta, bittada effekti sezildi, o'zingizlar ko'ringlar. Yili ham ancha yetadi, bemalol salbiyalarga qo'ysanglar bo'ladi. Oqartiruvchi losyonni yuzingizni oppoq koreyankalarnikidek qilib qo'yadi. Даже naborda ko'z serumi ham bor. Shunaqa zo'r ko'zingizni tagidagi qora yish va ishlarni shunday yo'qoladi. Tepaga ko'taradi. Yuzingizni chuqur namlaydigan va ugrilarni ketkazadigan serumi. Albatta qizlar kremi bor. Hozir jiyanimni qo'liga surgan edim, sразу yetdi, dahshat namlar keladi. Juda ham zo'r narsalar ichidagi. Buni даже ba'zi qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Bitta qilib aytganda idealniy nabor. Narxini bilish uchun havola qilib yozib qoldiring. Sarpezda bu juda ham chiroyli turadi. Ulgurib oling. Yurechani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.